Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Sizlar bilan Mr. Rizo kanali va men Muhammad Rizo. Do'stlar, men bugun Telegramda tursam, Real Madridning rasmiy yangi ochilgan kanalini topib oldim. Bu kanalda ajoyib qo'shiq bor ekan. Real Madrid muxlislari uchun. Eslatib o'taman, men bu qo'shiq bilan Real Madridni nomeradin, ba'zi muxlislarni yomonlamoqchi emasman. Faqatgina bu qo'shiqni sizlarga taqdim etmoqchiman. Agar tayyor bo'lsangiz, kichkinagina introdan so'ng sizlar bilan o'sha qo'shiqni eshitamiz. Hadi ketdik. Mustafa.net Futbolka kiyib yuramiz, biz Realga muxlis bo'lamiz. El Clasico'ni birga ko'ramiz. Faqat g'alaba olg'a yuramiz. Bu yil finalda yutamiz, o'sha kun kelishini kutamiz. Haqiqiy Real fanati bormi yoki Barsaniki ko'proq? Attak boru, men Madridliman. Konkretni Krishtianuga o'xshash holiman. O'lik hayotda ko'rmaganman. Nasib qilsa choyxonaga chaqiraman. Tak tak hisob ochiladi. Benzema yana gol urganda, endi bayram qilaveramiz. Chunki maydonga tushtiramiz. Marcelo himoyada da Varan bilan la Isco, Modric, Tomi, Kroos. David Bell'da kuchli skors. O qiz, kimga fanatsiz? Real Madridga. Madridni muxlislari. Kayfiyat har doim Raqiblarga uramiz. Gol. Chiqdik birga endi finalga. Omad tilaymiz sevimli TVga. Bugun maqsad saxovatda yutish, g'oliblikni qo'lga kiritish. Bizaga qizumas raqiblar, Realni qilish, tanqidlar. Hop, o'yla izla top. Bizda baribir chempionlik ko'p. Casillas bo'lmasa ham zato nafs bor. Kalla qo'ysa ham baribir Zidan zo'r. Barsa muxlislari qanna ne turibsanlar Kela bizga qo'shiling la Kelinglar do'stina bo'lib yashaymiz. Barsani muxlislari nega Kayfiyat har doim